Kia Sorentani kam yurganini qidirib yurganlar uchun bizda to'g'ridan-to'g'ri egalardan navbatdagi Kia Sorento avtomobili sotuvda 2023-yil ishlab chiqarilgan bazaviy komplektatsiyada bosib o'tgan masofasi probegi bor yo'g'i 12000 kilometr. Mashinamiz yangidek holatda turibdi. Kuzov absolyutno top-toza, qirilgan, bo'yalgan joylari yo'q. Bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Kuzovini ham, probegini ham. Tonirovka ruxsati yil oxirigacha zavodskoy ballonlarda turibdi. Benzinda yurgan 2.5 hajmli atmosferniy dvigatel bilan jihozlangan mashinamiz 5 ta o'rindiqli. Buni 7 taligi ham bor, bu 5 taligi. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Matviy holatdagi ideal yangi salon, laminatsiyalar qilib qo'yilgan, qirilmasligi uchun ko'jalari ham ideal turibdi. Yangi mashinaning hidi hali ketmagan. Probegini ko'rishingiz mumkin, 12373 kilometr. Panorama tom albatta mavjud. Eslatib o'taman, bu 5 ta o'rindiqligi, yangidek holatda turgan Kia Sorento 2.5 bazaviy komplektatsiyada 12000 kilometr probeg bilan. Mashina yangidek holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $30.500. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.